Assalomu alaykum Zarif Craft obunachilari. Xo'p, ushbu obyektimizda qilingan ishlar bilan tanishtirib o'tamiz. Albatta, xonadoningizda asfalt yotqizishdan oldin uzoq yillar xizmat qiladigan tizim yaratish muhim. Navbatdagi obyektimizda quyidagi ishlar yakunlandi. Yomg'ir suvlari tizimi, ya'ni slifdan tushadigan suvlar uchun maxsus yer osti kanalizatsiya tarmog'i o'rnatildi. Aniq o'lchov suv to'planib qolmasligi uchun barcha qiyalik, urvin darajalari aniqlik bilan to'g'rilandi. Ko'rib turganinglardek. Asfalt ostida qoladigan quvurlar bosimga chidamli qilib montaj qilindi. Ko'rib turibsizlar barchasini. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bizlarni Instagram, Telegram, YouTube platformalarida kuzatib boringlar. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Ko'proq insonlar ko'rishligiga sababchi bo'lasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.